Bu qoram tugamasak bo'ldi lekin borki jonimga tegib ketdi borki jonimga tegib ketdi bir tugamasak bo'ldi bu ham. Evet tugabdi. Yo'q qishloq. Yes, qishloq. Qishloqqa boramiz hozir. Xo'sh. Qishloqqa boramiz. Mana bu zo'rligini. Xo'sh, maliyada kambag'al emasmi? Hech bir qishloqlardan merni uyini qattagini so'rash kerak. Salom. Senga salom. Assalomu alaykum sho'x, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshi. Meni qatdan taniysanlar sen? Bu tog' qishloq sizlar edi sho'x. Ha, yaxshi. Men uyga qatdan yuribsan? Orqangizda katta, ana 2 qavatli uy yonida. Mana bo'lish kerak mashinaga. Mashinami? Xo'sh. Bu assalomu alaykum merjonoblari. Va alaykum assalom sho'x, yo'l bo'lsa qayerga ketayotganding? Shu qishloq topib yurdim, sen qishlog'ingdan ko'rib qoldim. Ha, yaxshi. Ha, uyamoqchimisan? Ha, uyamoqchiman. Qaysi uylaringiz bor? Bitta mana shu orqangdagi, oldindagi o'zi tushundinglar, 2 qavatli uy bor. Qoldingizki nima aylar? Mashina? Ha, mana nechi pul turishini aytmaydi-ku, yo'q aytaymi? Aytingchi, nechi pul turadi sotib olaman degan. 50 ta olmos turadi. Ne qimmat ekan-a? Bitta. Bunga qaramat. Mana daxil olmosin bu. Zo'r sen boyagansan-a? Ha, boyman. 150 dan qo'yaymi Ahmetga? Ha, qo'y. Qo'yma. 64 ta 250 olsa bo'ladi. Va bu bilan mana bo'ldi, qo'yib bo'ldim. Mana qo'yib bo'ldim. Mana o'zim ikkitadan olaman. Mayli, yashor, bo'pti. Hop. Yes, mening yangi uyim bor. Cho'masa naqalar keladi. Bo'limini zo'rlagan. Men tomiga lekin e'tibor berdim. Eng e'tibor bergan narsam tomiga bo'ldi. Tomir qanaqadir shashka qilinganda borki, lekin zo'r. Boylarni takoy uyi. Yaxshi zo'r qilingan ekan. Yakrasiz meri ham yonida. Xo'sh. Mametlar ham shashka. Bu Mamet ham shashka. Voy bu. Ustuna xato. Yo'q, takoy qilib qo'yibdi. Ikkinchi mana. Mangami bular hammasi. Aytdim, nimaga bu qimmat bu unaqa turmas. Hech yo'q. Yotoq bor, nima bu yerda nima? Bankoncha. Короче, hozir biza bolalar qilamiz. Короче, bir qishloq aylanib chiqaychi. Shu nimalar bor ekan bu yo'lda. Bu yo'lda ham uylar bor ekan. Men qishloqdan so'raychi. Hoy, salom. Assalomu alaykum sho'x. Salom, hammani taniysan? Ha, barchamiz taniymiz sizni. Ha, bo'pti, mayli. Hammasi taniydi. Meni qo'yinglar bular. Mayli. Xo'sh. Bu qishloq kattagina, o'rtacha bo'ladi. Men uyimga boraychi. Mendan telefon olishim kerak. Hoy, mer. Ha, nima deysan, Xadim kelaverar ekanda. Menga telefon kerak. Men ertaga olib ketasan. Hop. Mana uxlasam kerak, yo'q, charchadim lekin. Mazax qo'yman. Mazax qildim. Meni yomon charchadim lekin. Men Meryonni ham borishim kerak edi. Meni telefon berishlar kerak. Meryonni boraylikchi. Xo'sh. Meraka. Ha, telefoning tayyor, olib ket. Qaysi sandiqda? Eng pastda.
Nima majbur qilib. O. Ikkalasi $50. Oho, qaysi munosabat? Menga oqini oldim. Bo'ldi. Bitta olmos bersak bo'ldi. Bitta olmos bersam bo'ldi. O'zbekga olmosim bor ekan-a. Qo'ydim. Bo'ldi, Men ketaverayim. to'xta, senga bitta surpriz bor. Qanaqa surpriz? Короче, bizani qishlog'imizda musobaqa o'tkazilibdi. Shunda qatnashasan. Qatnashish ekan. Lekin birinchi o'ringa 200 ta olmos, ikkinchi o'ringa 150 ta olmos, uchinchi o'ringa 100 ta olmos, to'rtinchi o'ringa 50 ta va beshinchi o'ringa 30 ta olmos beriladi. Oho, bepul biz qayerda bo'ladi? Faqat 50 tagina odam qatnashishi mumkin, yozib qo'y. Ha, bo'ldi, mana yozib qo'ying. Qayerda bo'ladi o'zi? O'sha kun aytaman, bir haftadan keyin bo'ladi. Mayli, bo'pti. Rahmat. Yaxshi kezik. Parkur bo'lsa, markillat tashlayman. Yaxshi. Shuna qilsak bo'ladi. Telefonimiz bor. Meni bir stream xona qilishim kerak edi. Bir telefon o'ynayman edi. Mazza qilib. Xabarlarda nima debdi? Xabarlaring san. Odam telefondan zerikadimi? Masalan, chetga qo'y. Ketgan qo'yaman, buni qo'yaman. Mana shu qorli zonadan keldim nima? Dedededan. Telefonim. Alo, Mer aka, yaxshimisiz, ha? Shovqat, tezki, senga ish bor. Menga qanaqa ish bo'ldi? Bu meni telefonim buni qayerdan o'rgandim? Telefon o'zlaridan oldim. Mer akaga ko'rgan qo'ydim. Mer aka, nima ish bor? Bizga o'sha senga aytdi-ku musobaqani. Xo'p. O'shaga sen narsani qurib berishing kerak bizga. Esdan chiqib ketdi aytish. Mayli, o'shani qurib beraman. Qayerdan qilay u? Nima qilish kerak u? Pul turadi u ham. Mayli, 30 ta olmos berasan. Bo'ldi, roziman. Ish boshlayvering. Ha, boshla. Qayerdan quray? Men quraman. Ha, bo'ladi. Bo'ldi, ketdim. Men ham ish topildi. Ketdim, let's go. Narsalarimizni olamiz. Boshlayman. Nima oq qora qilaman. Bizga kerak bo'ladi. Bolta bilan kirka kerak bo'ladi. Lapatkam kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ikki qo'ling bo'sh. Go. Davay. Qayerdan men daraxtlardan olaman. Mana bu yerda bor. Ketsa kerak. 32 ta olaymikan. Ortiqcha zarar qilmaydi mayli, lekin bizlar uchun sog'lig'imizni ko'ramiz. Nega gapirmasin? Lekin 200 olmasin, realniy bor-ku. Xo'sh. Bizga nechta kerak? Bizga nechta kerak o'zi? 30 ta. Qaq deyman. Okey, 33 ta bo'ldi. Mamnun olaman-da. Bundan pul olaman. Babu ham kerak bo'ladi hali. Mashina qurib olaman. Bo'ldi, qani endi let's go qurishga. Mashina ham qurib ketdik. Xo'sh. Birinchi kundan menga ish topilgan zo'r bo'ldi. Hozir cho'tga quraman, 30 olmos olaman. Qayerdan qursam ekan, mashinadan quraymi? Mashina ochiqroq ekan-da. Bizga albatta lapatka kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Ikkita bir mashinadan yetadim.
To'xtanglar, o'zi birlikda odam qatnashadi. Nima dedilar? Esimdan ham chiqib ketdi. To'xtanglar, nechta odam qatnashadi, nechta odam nima bo'ladi aytmadilar-a? Meraka. Ha, nima bo'ldi? Nechta odam qatnashadi? 50 ta dedi bu. Hop, nechta ana bola g'olib bo'ladi? 5 ta. Bunda yaxshi. Men quraman. 5 ta bo'lsa, demak, bizga kerak bo'ladi. Ko'p narsaga kerak bo'ladi. Joni, endi biz daraxt qilib chiqamiz. Daraxtdan 8 ta daraxt qildim hozircha, bu bo'lib turadi. Pul qilamiz. Ko'proq kerak. 20 ta bo'lib ketadi. Mana mamlaka qo'yamiz chekkaga. Mana qishloqdagi birinchi kunim o'tdi ketdi, tamom. Mana 3 ta qilamiz. Keyin buni o'rtasiga oppoq blokdan qilamiz, nima deydi bo'ladi. Churgan kalla biladi. Bitta dona otib qoldim, nima qilamiz? Yo'q, qo'rqmagan bu. Mana nima qilish bilaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lsa, bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan, ikkita yo'qda. Keksasana. Xo'sh, o'rtasiga tushgan. Tushibdi. Xo'sh, bolalar, mana qurdim. G'alati bo'ldi-yu. Bo'ladi atak. Xo'sh, bitta bundoq. Qanaqa chiqibdi bilmayman, lekin yaxshi chiqayotgandek bo'ldi. Hozir biz Bestakoniga kelamiz-da. Albatta. Bunday qilib, hammasiga bunday qilib. Keyin bunday qilib 3x olsak, yana kerak bo'lar ekan. Yana bunday qilamiz, keyin yana bunday qilamiz, bo'lsa kerak. Oltita tortish kerak. Xo'sh, 5 ta ishtirokchi bo'lsa, yoki bitta bo'ladi, bundoq bo'ladi. Kiradi bu yoqdan, bittasi tayyor. Bunda 2 ta bo'ladi, 3 ta bo'ladi, 4 ta. Yetmagan ko'p. To'xta, stop. Xo'sh, mana zo'r chiqdi, udar chiqdi menimcha. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'ladi. Ya'ni bitta birinchi o'rin turadi. Shunaqa qilib endi qurib oldim. Biramanlar. Menimcha zo'r chiqdi deb o'ylayman. Albatta kommentariyaga 1 dan 10 gacha baholaylar. Menimcha birinchi o'rin yozib qo'yish kerak. Hop, biz Mirlonaga ketamiz hozir. Meraka. Lekin zo'r qurdik, menga yoqdi. Yoqqan bo'lsa puldan cho'zing. Sanzdak pulni olur. Men o'zim qo'ygan puldan o'zim olaman. Qanday bir hammasini olaman. Bo'ldi, oldim. Bittasini qo'y joyiga. Bittasi o'zimga edi. O'tmaydi. Mayli.